Bugun do'konlarimizga borib, qidirib, eng ko'p so'rab sotib olishadigan mahsulotlardan biri aynan shu Misr qora sedana yog'lari haqida ma'lumot beraman. Bu jahon bo'yicha eng sifatli premium qora sedana yog'laridan hisoblanadi. 100% sovuq siqim orqali olinadi va shu sababdan tarkibidagi barcha foydali komponentlarni o'zida saqlab qoladi. Tarkibida omega 6 va 9 bor. A, B, C, D vitaminlariga va temir, rux, kalsiy, kaliy minerallariga boy. Kuchli antioksidant va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega, yurak salomatligi va immunitet mustahkamligiga katta ta'sir o'tkazadi. Hazm tizimini yaxshilab, oshqozon ichak faoliyatini tartibga soladi. Bundan tashqari, teri kasalliklarini davolashda va sochni parvarish qilib, o'stirishda ham ishlatilinadi. Iste'mol qilishda esa kattalar ertalab och qoringa 1 choy qoshiqdan, 2 yoshdan katta bolalar esa yarim choy qoshiqdan ichib yurishlari mumkin. Bir oy doimiy ichib, 1-2 hafta tanaffus qilish tavsiya etiladi. Istasangiz tabiiy asal bilan, detoks uchun esa limon sharbati bilan qabul qilsangiz bo'ladi. Ehtiyot bo'ling. Qalbaki mahsulotlardan saqlanishda ogohlantiramiz. Bizda sotilayotgan do'konlarimizdagi El-Havaj qora sedana yog'lariga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Chunki hammasi nazoratim ostida. Qo'rqmanglar, deydi-ku. O'zingiz do'konlarimizga kelib olib ketasizmi yoki g'izillatib yetkazib beraylikmi?